Hammaga salom. Mobile.uz kanalining qadrli obunachilari. Texnoblogger Javohir siz bilan. Texnologiya olamida yangiliklar juda ko'p, lekin har bir yaltiroq telefon o'z narxiga arziydimi? Bugun biz aynan shu savolga javob beramiz. Bozordagi 5 ta eng dolzarb yangi smartfonni tahlil qilamiz. Ularning narxi yuqori, ammo texnik xususiyatlari, ayniqsa raqobatchilar fonida millionlaringizni tejashingizni talab qiladi. Tushunib turganingizdek, biz bungi videoda 5 ta pulga arzimaydigan smartfonni ko'rib chiqamiz. Bu ko'pchilikning fikri asosida tuzilgan. Qani unda boshlaymiz. Do'stlar, shu joyda mening Instagram sahifamga ham obuna bo'lib qo'ying. U yerda ham ko'plab ma'lumotlar bor. Instagram havolasi video tavsifida qoldirilgan. Samsungning eng mashhur seriya vakili Samsung Galaxy A56 5G bilan boshlaymiz. Tashqi ko'rinishi ajoyib, 6.7 dyumli 120 Hz Super AMOLED displey, Gorilla Glass Victus Plus himoyasi va IP67 suvdan himoyalanish. Xususiyatlar qog'ozda yaxshi ko'rinadi. Telefon narxi 5 million so'm atrofida. Uning ichida Exynos 1580 chipi joylashgan. Bu chip unumdorlikda yomon emas, ammo bu narx oralig'ida Snapdragon bazasidagi raqobatchilar grafik quvvati va optimizatsiya bo'yicha baribir oldinga chiqib ketdi. A56 da o'ynash uchun optimallashtirish muammosi ham bo'lishi mumkin. Bundan arzon narxdagi telefonlar bundan kuchli chiplarni taklif qilmoqda. Masalan, Infinix GT30 Pro. Zaryadlash eng katta xato. Telefon 5000 mAh akkumulyatorga ega bo'lsa-da, zaryadlash tezligi atiga 45 Watt. Raqobatchilar 65 Wattdan 80 Wattgacha tezlikda taklif qilmoqda. 45 Watt bilan ham batareyani to'liq quvvatlash uchun 1 soatdan ortiq vaqt kerak bo'ladi. Qo'shimcha 5 million so'm to'lab siz tez zaryadlovchi adapterni topa olmaysiz. Uni alohida sotib olishingiz kerak. Navbatdagi model Oppo Reno 13F. Bu telefon ham tashqi ko'rinish va o'ziga xos dizayn bilan maqtan oladi. Narxi esa 4,5 million so'm atrofida. Ma'lumotlarga ko'ra, Oppo Reno 13F da MediaTek Helio G100 prosessori joylashgan. 4,5 million so'mlik telefonga bunaqa oddiy chip qo'yish juda xato va bu umuman pulga arzimaydi. Uning batareyasi 5800 mAh bo'lishi mumkin. Bu juda ajoyib. Zaryadlash tezligi esa 45 Watt atrofida. Bu A56 niga qaraganda batareya kattaroq bo'lishiga qaramay, zaryadlash tezligi juda o'xshash va raqobatchilardan tez emas. Kamera sifati. Asosiy 50 megapiksel kamera yaxshi bo'lsa-da, ultra keng burchakli kamera 8 megapiksel va makro kamera 2 megapiksel bilan cheklangan. Makro va ultra keng burchakli suratlar detallarga boy bo'lmaydi. Bu pulga sifatliroq yordamchi modullar talab qilinadi. Ro'yxatimizni o'rta sinfning pastroq narx oralig'idan bo'lgan Samsung Galaxy A36 5G bilan davom ettiramiz. Narxi 4 million so'm atrofida. Ba'zi manbalarga ko'ra, u Snapdragon 6 Gen 3 chipiga o'tishi kutilgan edi. Lekin agar u Exynos o'rta segmentidagi pastroq versiyasini saqlab qolsa, bu katta kamchilik bo'ladi. Kamera kombinatsiyasi. Orqa kamera 50 megapiksel, 8 megapiksel ultra keng, 5 megapiksel makro. Afsuski 5 megapiksel makro kamera yuqori sifatli suratlar uchun yetarli emas. Bu raqobatchilarda allaqachon telefoto yoki yuqori sifatli makro chuqurlik sensor bilan almashtirilgan. O'rta sinfda optik stabilizatsiya mavjudligi yutuq, lekin bu pullarga kamera unumdorligi past bo'lishi mumkin. Zaryadlash. A36 da ham A56 dagi kabi 5000 mAh batareya bo'lishiga qaramay, zaryadlash tezligi 25 Watt bilan cheklangan. Bu esa uning narxiga arzimaydigan darajada sekin hisoblanadi. Endi diqqat, flagmanlar segmentiga o'tamiz. iPhone 16e, Apple'ning yangi arzon flagmani, narxi 10 million so'm atrofida. Uning ichida A18 chipi va Apple Intelligence sun'iy intelligi mavjud. Ekran yangilanish tezligi. Bu telefonning eng katta aybi 6,1 dyumli Super Retina XDR display. 60 Hz yangilanish chastotasida qolishi. 10 million so'mdan ortiq pul to'lab, siz Android smartfonlarda 2 million so'mdan boshlab mavjud bo'lgan 120 Hz ProMotion silliqligini olmaysiz. Bu kundalik scrolling va animatsiyalarda sezilarli farq qiladi. Kamera cheklovlari. Kamera tizimi 48 megapiksel asosiy sensor va 2x telefoto bilan cheklangan. Optik 3x yoki 5x telefoto kamera bu modelda yo'q. Shuningdek, Dynamic Island funksiyasi ham E versiyasida mavjud emas. Uning USB-C porti ham faqat USB 2 tezlikka ega, ya'ni fayllarni o'tkazish Pro modellarga qaraganda ancha sekin. Siz flagman chipga ega bo'lasiz, lekin displey va ulanish texnologiyalari bo'yicha cheklangan bo'lasiz. Va nihoyat, ro'yxatimizning eng qimmat va munozarali modeli Samsung Galaxy S25 Edge. Uning narxi 11 million so'mdan oshadi. Uning asosiy xususiyati Samsung tarixidagi eng yupqa telefon bo'lishi. Atiga 508 mm qalinlik va 163 gramm vazn. Bu titan korpusli hashamatli qurilma. Batareya va quvvatlash. Mana bu yerda muammo. Yupqa dizayn uchun qurbonlik qilingan eng muhim narsa batareya quvvati. U atiga 3900 mAh akkumulyatorga ega. Bu hozirgi flagmanlar bilan solishtirganda juda kam
va kun oxirigacha yetishi juda qiyin. Zaryad tezligi eng qimmat toifada bo'la turib, u 25 watt simli 15 watt simsiz zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. Raqobatchi Androidlar 80 watt, 120 watt, hatto 200 watt zaryadlash tezligini taklif qilayotgan bir paytda 25 watt juda kulgili. Kamera kombinatsiyasi. U 200 megapiksel asosiy kameraga ega bo'lishi mumkin, ammo u telefoto kameraga ega emas. Uning asosiy kamerasining o'zi 2x raqamli telefoto funksiyani bajara oladi, lekin optik zoomning yo'qligi bu narxda kechirib bo'lmas kamchilikdir. Xulosa qilib aytganda, Mobile.uz tomoshabinlari yuqoridagi 5 ta telefonning har biri o'ziga xos kamchiliklarga ega. Ba'zilari pulga arzimaydigan darajada sekin zaryadlanadi, ba'zilari esa silliqlik va optik zoom kabi muhim funksiyalarni yo'qotgan. Men bu bilan bu telefonlarni olmang demoqchi emasman. Agar siz bu telefonlarga qiziqib olib qo'ygan bo'lsangiz, ularni sotib yubormang. Chunki bu telefonlar ham yaxshi, lekin agarda siz hali bu telefonlarni olmagan bo'lsangiz va pulingiz o'zingizda bo'lsa, bularning narxiga boshqa telefonlarni albatta sotib olsangiz bo'ladi. Siz bu telefonlarni olgan bo'lardingizmi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha xayr. Mobile.uz kanali sizlar bilan birga bo'ldi.